Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim bir masalani muhokama qilamiz. Shu qadar muhimki, bu sizning oilaviy byudjetingizga, farovonligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar siz pensiyada bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, bu videoni shoshilinch ravishda diqqat bilan oxirigacha ko'rishingiz shart. Aprel oyi tugashiga sanoqli kunlar qoldi va agar siz ma'lum bir qo'shimcha to'lovlarni rasmiylashtirishni kechiktirsangiz, keyin buning iloji bo'lmasligi mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz, imkoniyat butunlay yo'qolishi mumkin. Bu videodagi ma'lumotlar hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borish uchun muhim. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar keling. Avval vaziyat qanday bo'lgani va hozir nima o'zgarganini tushuntirib beray. Avvallari ko'plab pensionerlar ma'lum turdagi qo'shimcha to'lovlarni olishar edi. Bu to'lovlar ko'pincha avtomatik ravishda uzaytirilardi yoki ularni rasmiylashtirish muddati ancha keng va shaffof edi. Misol uchun, ijtimoiy himoya doirasidagi ba'zi imtiyozlar, nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan kompensatsiyalar yoki ko'p yillik mehnat faxriylariga mo'ljallangan ustamalar har yili qayta rasmiylashtirishni talab qilsa ham jarayon sodda edi. Yoki odatda amaldorlar o'zlari murojaat qilish kerakligini eslatishardi. Ba'zan hatto fuqarolar hech qanday hujjat topshirmasdan avtomatik ravishda ushbu qo'shimcha pullarni olishda davom etishardi. Chunki davlat organlari o'zaro ma'lumot almashinuvi orqali bu ma'lumotlarni yangilab turardi. Ammo hurmatli do'stlar, hozir vaziyat biroz o'zgargan. So'nggi yillarda byudjet intizomini kuchaytirish, mablag'lardan maqsadli foydalanishni ta'minlash va firibgarlik holatlarining oldini olish maqsadida ko'plab qonunchilik hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Ayniqsa, bu yilgi aprel oyi oxirigacha amalga oshirilishi shart bo'lgan qo'shimcha to'lovlarga oid yangiliklar aynan shunday o'zgarishlarning natijasidir. Endilikda ma'lum turdagi qo'shimcha nafaqalar va ustamalar avtomatik ravishda uzaytirilmaydi. Buning sababi har bir holatda fuqaroning hozirgi moddiy ahvoli, oilaviy tarkibi va huquqiy maqomi to'g'risidagi ma'lumotlarni yangilash zaruriyati paydo bo'lgan. Sizdan talab qilinayotgan narsa bu sizning eligibility, huquqingizni tasdiqlovchi hujjatlarni qayta taqdim etish va bu jarayonni belgilangan muddat, ya'ni aprel oyining oxirigacha yakunlash. Aks holda, oldin avtomatik tarzda to'lanib kelingan qo'shimcha to'lovlar bekor qilinadi va ularni keyinchalik tiklash juda murakkab, ba'zan esa umuman imkonsiz jarayonga aylanadi. Bu to'g'ri. Siz ularni yangi qoidalar asosida qayta rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Lekin bu vaqt va g'ayrat talab qiladi va eng muhimi, siz bir necha oylik to'lovlarni yo'qotasiz. Kimlar aynan bu haqda qayg'urish kerak va kimlarga xavotirlanish shart emas? Keling, bu qo'shimcha to'lovlar qaysi turlarga mansubligini va kimlar xavotirga tushishi kerakligini, kimlar esa nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi toifa qo'shimcha ijtimoiy yordam nafaqasi oluvchilar. Agar siz qo'shimcha ijtimoiy yordam nafaqasi yoki shunga o'xshash moddiy ahvolingizga qarab beriladigan har qanday qo'shimcha to'lovni olayotgan bo'lsangiz, demak siz birinchi navbatda xavotirga tushishingiz kerak. Ko'pincha bu nafaqalar kam ta'minlangan oilalardagi yolg'iz pensionerlarga, nogironligi bor oila a'zolari bo'lgan pensionerlarga beriladi. Bu to'lovlar odatda har 6 oyda yoki 1 yilda bir marta qayta tasdiqlanishi kerak edi. Ammo joriy yilda bu jarayonning muddati o'zgargan va unga e'tibor bermaganlar uchun jiddiy oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Keling, bir misol keltiraylikki, 75 yoshli Fotima buvi. U yakka o'zi yashaydi va oylik pensiyasiga qo'shimcha ravishda qo'shimcha ijtimoiy yordam nafaqasi sifatida 2000 ming so'm oladi. Bu nafaqa unga dorilari va uy-joy kommunal to'lovlari uchun juda az qotadi. Oldinlari bu nafaqani har yili avtomatik ravishda uzaytirilar deb o'ylardi, chunki oldingi yillarda shunday bo'lgan edi. Ya'ni u hech qanday hujjat topshirmagan bo'lsa ham nafaqa to'lanishda davom etgan. Lekin bu yil vaziyat o'zgardi. Unga ma'lum qilinmadi, balki u o'zi pensiya jamg'armasiga borib, to'lovning muddati aprel oyi oxirida tugashini va uni uzaytirish uchun yangidan ariza yozishi. Shuningdek, o'zining va u bilan birga yashovchi farzandining agar mavjud bo'lsa, daromadlari haqida ma'lumotnoma topshirishi kerakligini bilib oldi. Agar u buni 30 aprelgacha qilmasa, may oyidan boshlab uning 2000 ming so'm nafaqasi to'xtatiladi. Bu uning uchun katta yo'qotish, chunki har oy o'sha pulga juda muhtoj. Uning asosiy xatosi shundaki, u oldingi tartibga ishonib,
yangi o'zgarishlardan bexabar qoldi. Ikkinchi toifa mehnat faxriylariga maxsus ustama oluvchilar. Agar siz uzoq yillar davomida ma'lum bir sohada, masalan, kon sanoatida, og'ir va zararli sharoitlarda, ta'lim yoki sog'liqni saqlash sohasida ishlagan va shu sababli pensiyangizga qo'shimcha ustama olayotgan bo'lsangiz, siz ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ustamalar ko'pincha mehnat faxriyalariga maxsus ustama yoki xizmat muddatiga ko'ra qo'shimcha haq deb atalishi mumkin. Bu to'lovlar sizning mehnat stajingizni va maxsus sharoitlarda ishlaganingizni tasdiqlovchi hujjatlarga asoslanadi. Misol paykamiz 2 yoshli Ahmad bobo. U uzoq yillar ko'mir konida ishlagan va sog'lig'ini yo'qotgan. Uning pensiyasiga har oy 300 ming so'm miqdorida maxsus mehnat staji ustamasi qo'shib beriladi. Ahmad bobo bu ustamani yillar davomida hech qanday muammosiz olib kelgan. Biroq bu yil pensiya jamg'armasi barcha bunday ustama oluvchilardan mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, mehnat daftarchasining asl nusxasini yoki arxiv ma'lumotnomasini qayta taqdim etishni talab qildi. Buning sababi ba'zi hujjatlarda xatolar topilganligi yoki soxta ma'lumotlar berilganligi aniqlanganligi bilan bog'liq edi. Ahmad boboning asl mehnat daftarchasi ancha eski va ba'zi sahifalari o'qish uchun qiyin ahvolda edi. Undan korxona arxividan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib kelish so'raldi. Lekin boboning ishlagan korxonasi yopilgan va uning arxivini topish qiyin bo'ldi. U bu ishlarni keyinga surib yurdi. Agar u aprel oxirigacha bu ma'lumotnomani taqdim etmasa, may oyidan boshlab uning 300 ming so'mlik ustamasi to'xtatiladi. Bu uning og'ir turmush sharoitida katta moliyaviy muammolarni keltirib chiqaradi. Uchinchi toifa nogironligi bor shaxslarga beriladigan kompensatsiya va imtiyozlar. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun pensiyadan tashqari beriladigan qo'shimcha kompensatsiya to'lovlari yoki imtiyozlar ham e'tibor talab qiladi. Bu to'lovlar odatda tibbiy xarajatlarni qoplash, sanatoriy kurortga borish yoki maxsus xizmatlardan foydalanish uchun beriladi. Misol 18 yoshli Gulnora xola 1-guruh nogironi. Uning pensiyasidan tashqari har oy 400 ming so'm nogironligi uchun kompensatsiya oladi. Bu pul unga muntazam qabul qiladigan dorilarni sotib olish va tibbiy muolajalar uchun juda muhim. Uning nogironlik guruhi har 2 yilda bir marta qayta ko'rib chiqilishi shart. Oldinlari bu jarayon yanvar oyida bo'lib o'tardi va aprel oyiga qadar tugallanardi. Gulnora xola o'tgan yili yanvarda tekshiruvdan o'tib, aprel oyida nogironlik guvohnomasini yangilagan edi. U bu yil ham xuddi shunday bo'ladi deb o'yladi va hech kim uni ogohlantirmadi. Ammo bu yilgi qoidalarga ko'ra, nogironlikni qayta tasdiqlash uchun hujjatlarni tibbiy komissiyaga topshirish muddati oldinga surilgan va aprel oyi oxiriga qadar yakunlanishi kerak edi. Agar Gulnora xola ushbu muddatga qadar tibbiy tekshiruvdan o'tib, yangi xulosa olib kelmasa, may oyidan boshlab uning kompensatsiya to'lovi to'xtatiladi. U o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tishni unutib qo'ydi. Endi esa u har oylik to'lovsiz qolish xavfi ostida. Kimlarga xavotirlanish shart emas. Agar siz faqat asosiy pensiya olsangiz va yuqorida sanab o'tilgan qo'shimcha to'lov turlarini umuman olmasangiz, demak, sizga hozircha xavotirlanishga hojat yo'q. Shuningdek, agar siz yaqinda, masalan, oxirgi 1-2 oy ichida pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, barcha kerakli hujjatlarni taqdim etgan va to'lovlaringizni rasmiylashtirgan bo'lsangiz, siz ham xotirjam bo'lishingiz mumkin. Bu yangiliklar asosan eski tartib bo'yicha qo'shimcha to'lovlarni olib kelayotgan va yangi talablardan bexabar qolgan fuqarolarga taalluqli. Istisnolar, xavf, xatarlar va noaniq jihatlar har bir qoida va tartibda istisnolar. O'ziga xos xavf-xatarlar va ba'zi bir noaniq jihatlar bo'lishi mumkin. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Istisnolar: 1. Keksa yoshdagi nogironligi tufayli uydan chiqa olmaydigan pensionerlar. Agar pensionerning sog'lig'i juda og'ir bo'lib, o'zi pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga bora olmasa, unda uning nomidan ishonchnoma asosida yaqin qarindoshlari, farzandi, nevarasi, turmush o'rtog'i murojaat qilishi mumkin. Ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan bo'lishi shart. Ba'zi hollarda agar pensioner kasalxonada davolanayotgan bo'lsa, kasalxona bosh shifokori tasdiqlagan ishonchnoma ham qabul qilinishi mumkin. Shu bilan birga ba'zi joylarda ijtimoiy xizmat xodimlari ham yordam berishi mumkin. Ammo bu xizmat hamma joyda ham mavjud emas va uning muddati cheklangan bo'lishi mumkin. 2. Chet elda bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner chet elda bo'lsa va o'z vaqtida qaytib kela olmasa,
u O'zbekistonning chet eldagi diplomatik vakolatxonalari yoki konsullik muassasalariga murojaat qilib, hujjatlarni tasdiqlashi va ularni ishonchli pochta orqali yuborishi mumkin. Biroq bu jarayon ko'p vaqt olishi mumkin. Shuning uchun bu variantga kamroq ishonch bildirish tavsiya etiladi. Eng yaxshisi, agar imkon bo'lsa, yaqinlarni chaqirib, ularga ishonchnoma rasmiylashtirishdir. O'tay, aprel oyida pensiyaga chiqqan yoki qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega bo'lganlar. Agar siz aprel oyida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz yoki aynan shu oyda qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega bo'lgan bo'lsangiz, masalan, nogironlik guvohnomasi aprel oyida rasmiylashtirilgan bo'lsa, sizga boshqa muddat qo'llanilishi mumkin. Biroq bu holatda ham imkon qadar tezroq murojaat qilish juda muhim, chunki byurokratik jarayonlar vaqt talab qiladi va sizning to'lovlaringiz kechikishi mumkin. Xavf-xatarlar, pitfalls, yer hujjatlarining to'liqsizligi eng keng tarqalgan muammo. Agar bitta ham kerakli hujjat yetishmasa, arizangiz qabul qilinmaydi yoki ko'rib chiqish muddati cho'ziladi. Har bir hujjatning asl nusxasi va nusxasi talab qilinishi mumkin. 2. Noto'g'ri ariza shakli. Ba'zan eski ariza shaklari saqlanib qoladi va ulardan foydalanish rad javobiga olib kelishi mumkin. Har doim pensiya jamg'armasining yoki davlat xizmatlari markazining rasmiy saytidan eng yangi shaxsni olish yoki joyida to'ldirish tavsiya etiladi. Muddatni bir kun kechiktirish ham bu eng jiddiy xavf. Agar siz 30 aprel yarim tunga qadar hujjatlarni topshirishga ulgurmasangiz, hatto 20 oyda borgan taqdiringizda ham sizning arizangiz yangi qoidalar asosida ko'rib chiqiladi. Bu degani sizga nafaqa umuman to'lanmay qolishi yoki to'lovlar bir necha oyga kechikishi mumkin. O'tkazib yuborilgan oy uchun to'lovlar qaytarilmaydi. Firibgarlar, afsuski, bunday vaziyatlardan foydalanib, yordam taklif qiluvchi shaxslar paydo bo'lishi mumkin. Ular sizdan pul talab qilib, go'yoki jarayonni tezlashtirishni yoki hujjatlarni siz uchun yig'ishni va'da qilishadi. Hech qachon bunday shaxslarga ishonmang. Pensiya jamg'armasi va davlat xizmatlari markazlari hech qanday vositachilarsiz bepul xizmat ko'rsatadi. Hujjatlaringizni hech kimga bermang, ayniqsa pasportingiz va pensiya guvohnomangizni. Noaniq jihatlar unobvious nuansiz. Oilaviy daromadni hisoblash, qo'shimcha ijtimoiy yordam nafaqasi kabi to'lovlar uchun oilaviy daromadni hisoblash qoidalari o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, endi faqat birga yashovchi farzandlarning emas, balki boshqa qarindoshlarning daromadlari ham hisobga olinishi yoki aksincha, ba'zi daromad turlari hisobga olinmasligi mumkin. Bu tafsilotlarni joyida aniqlash kerak. 2. Barcha oila a'zolaridan hujjatlar. Agar siz oilaviy holatingizga ko'ra qo'shimcha to'lov olayotgan bo'lsangiz, ba'zan barcha birga yashovchi voyaga yetgan oila a'zolarining daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ish joyidan ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Ish vaqti va navbatlar aprel oyining oxirgi kunlarida pensiya jamg'armasi bo'limlarida va davlat xizmatlari markazlarida katta navbatlar paydo bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda oldindan navbat olish tizimi, elektron navbat joriy qilingan bo'lishi mumkin. Buni oldindan bilib olish muhim. 4. Onlayn murojaat qilish imkoniyati. Hozirgi kunda MyBakkov uz portal orqali ko'plab davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish mumkin. Ba'zi qo'shimcha to'lovlarni uzaytirish yoki rasmiylashtirish uchun ham bu imkoniyat mavjud bo'lishi mumkin. Agar sizda bunday imkoniyat bo'lsa, bu vaqtni tejashga yordam beradi. Ammo texnik qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun shaxsan borishni ham inobatga olish zarur. 5. Ariza berish va qayta tasdiqlash o'rtasidagi farq. Ba'zan sizdan butunlay yangi ariza yozish emas, balki mavjud huquqingizni tasdiqlovchi hujjatlarni qayta taqdim etish talab qilinadi. Jarayon biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun mutaxassisdan aniq tushuntirish so'rash muhim. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhimi, bu vaziyatda siz aniq nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar. 1-qadam. O'zingizga ta'sir qiladimi yoki yo'qligini aniqlang. Pensiya guvohnomangizni yoki oxirgi pensiya to'lovingiz haqidagi ma'lumotnomani diqqat bilan ko'rib chiqing. Unda asosiy pensiyadan tashqari qo'shimcha yoki ustama deb yozilgan qandaydir to'lovlar mavjudmi? Agar mavjud bo'lsa, bu qanday to'lov ekanligini aniqlashga harakat qiling. Bu ijtimoiy yordam nafaqasi, mehnat faxriylariga ustama, nogironlik kompensatsiyasi yoki shunga o'xshash nomlar bilan atalishi mumkin. Agar sizga qaysi to'lov turi ekanligi aniq bo'lmasa, vahima ko'tarmang. Eng yaxshisi qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan borib pensiya jamg'armasini aniqlashdir. 2-qadam kerakli hujjatlarni yig'ing.
Har bir qo'shimcha to'lov turi uchun talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati farq qilishi mumkin. Ammo umumiy qilib aytganda, quyidagilar talab qilinadi. Pasport asl nusxasi va nusxasi. Pensiya guvohnomasi asl nusxasi va nusxasi. Ariza joyida to'ldiriladi yoki oldindan yuklab olinadi. Nogironligi bor shaxslar uchun nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi xulosasi yoki ma'lumotnomasi. Kam ta'minlangan oilalar uchun oilaning tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan va barcha birga yashovchi voyaga yetgan oila a'zolarining daromadlari haqidagi ma'lumotnoma ish joyidan yoki soliq inspeksiyasidan mehnat faxriylari uchun. Mehnat daftarchasining asl nusxasi va nusxasi arxiv ma'lumotnomalar agar talab qilinsa. Bank hisob varag'i rekvizitlari ba'zan talab qilinadi. Ayniqsa yangi to'lov rasmiylashtirilayotgan bo'lsa, muhim. Barcha hujjatlarning asl nusxasini va ularning bir nechta nusxasini o'zingiz bilan olib boring. 3-qadam. Qayerga murojaat qilishni aniqlang. Ko'pgina qo'shimcha to'lovlarni rasmiylashtirish va uzaytirish quyidagi muassasalar orqali amalga oshiriladi. Xalq bankining hududiy bo'limlari, pensiya jamg'armasi filiallari, pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari, DXM. Ba'zi hollarda MyBank uz portali orqali onlayn, agar texnik imkoniyatlar mavjud bo'lsa va sizda elektron imzo bo'lsa. Oldindan telefon orqali aniqlashtirishni maslahat beraman. Shuningdek, qabul vaqtlari va elektron navbat tizimi mavjudligini bilib olish ham muhim. 4-qadam. Murojaat qiling. Agar shaxsan boradigan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringizni to'liq qilib olib boring. Markazga borgach, vaziyatni tushuntirib, yordam so'rang. Arizani joyida to'ldiring. Agar biron joyga tushunmasangiz, xodimlardan so'rang. Har bir topshirilgan hujjat uchun qabul qilinganligi haqida kvitansiya yoki ma'lumotnoma olishni unutmang. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi. Agar onlayn murojaat qilsangiz, MyPokkov uz portaliga kiring. Tegishli xizmatni toping. Elektron imzongiz bilan tizimga kiring va barcha so'ralgan ma'lumotlarni to'g'ri kiriting. Hujjatlarning elektron nusxalarini yuklang. Onlayn ariza topshirishdan so'ng uning holatini kuzatib borishingiz mumkin bo'lgan raqamni saqlab qo'ying. 5-qadam. Natijani kuzatib boring. Hujjatlarni topshirganingizdan so'ng tinchgina o'tirmang. Belgilangan muddatda qaror qabul qilinmagan bo'lsa, murojaatingiz holatini tekshirish uchun qayta murojaat qiling. Telefon orqali yoki shaxsan borib. Esda tuting. Sizning to'lovlaringiz to'xtab qolmasligi uchun faollik ko'rsatishingiz zarur. Eng muhim maslahat: vazifani oxirgi kunga qoldirmang. Aprel oyi tugashiga sanoqli kunlar qoldi. Bu jarayon bir kunda amalga oshmasligi mumkin. Hujjat yig'ish, navbat kutish, ba'zi ma'lumotnomalarni olish uchun vaqt kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirroq harakatni boshlang. Xulosa va yakuniy chorlov. Hurmatli tomoshabinlar, bugun men sizni yana bir bor ogohlantirmoqchiman. Aprel oyi tugashi bilan ma'lum turdagi qo'shimcha pensiya to'lovlarini rasmiylashtirish yoki uzaytirish imkoniyati butunlay yo'qolishi mumkin. Bu jiddiy masala. Bu sizning oylik daromadingizga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli kechiktirmasdan hozirroq harakatni boshlang. Pensiya jamg'armasiga, davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Kerakli ma'lumotlarni aniqlang va barcha hujjatlarni o'z vaqtida taqdim eting. Keling, keksa avlodimizni himoya qilishda birgalikda harakat qilaylik. O'zingiz va yaqinlaringiz uchun ushbu muhim ma'lumotni eslab qoling. Agar videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Sog' bo'ling, azizlar.